Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Atxamboy. Bugungi videomizda biz 3 xil akkauntdan obzor qilamiz. Qani akkauntda puliga arziydimi yoki arzimaydimi? Video boshlamasdan oldin bolalar mana shu qilayotgan mehnatim uchun mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Agarda sizlar bosgan bo'lsalar, biz birinchi akkauntga o'tamiz. Xo'p bolalar, mana shu bizning birinchi akkauntimiz bo'ladi, ya'ni $2 akkauntimiz bo'ladi bolalar. Agarda bu akkauntni kim olmoqchi bo'lsa bolalar, bemalol Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Xo'p bolalar, obzorga kelsak bolalar, o'rtacha kiyimlar bor, AirPods narsalari, mana shlemlari, normalniy o'ynasa bo'ladigan akkaunt bolalar. Xo'p, men sochlarni ham ko'rishlarim mumkin, normalniy turadigan sochlari ham bor bolalar. Qolgan narsalar epitskiy narsalar. Xo'p bolalar, mana ko'rishlarim mumkin, ochkilar, maskalar, o'rtacha narsalar bor bolalar. Xo'p, mana bu yerda keyin bolalar sumka bor, mifik sumka bor, normalniy turadigan. Shortlarga kelsak bolalar, mana bu qizil shorti bor ekan. Xo'p, qolganlari epitskiy narsalar. Xo'p bolalar, emotsiyalarga kelsak bolalar, emotsiyalar o'rtacha bolalar, yo'qdan bor. Xo'p, mana shu bolalar bizning $2 ga akkauntimiz edi bolalar, endigi navbatda $20 ga akkauntimizga. Va mana bolalar ko'rishingiz mumkin, mana shu bizning $20 ga akkauntimiz bo'ladi bolalar. Hozir obzorni ko'rib bolalar aniq hayratda qolasizlar. Obzorga kelsak bolalar, bizda fotogeniya kiyimimiz bor va avvalgi eski sezonlardagi old kiyimlarimiz bor ekan bolalar. Va ko'rishingiz mumkin, hozirgi erpdagi kiyimlar ham polni bor ekan bolalar. Va men aytdi legendarniy chotki kiyimlar bor ekan bolalar. Menga juda yoqadi mana shu kiyimlar. Agarda kim mana shu akkauntni olmoqchi bo'lsa bolalar, bemalol men Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Telegram kanalim qayerda desanglar, YouTube kanalim shapkasida. Mana bolalar, shlemni ham ko'rishingiz mumkin. Menga juda yoqadigan shlem bor ekan bolalar. Вообще tedemga chotki turadi bolalar. Sochlarni ko'rishingiz mumkin bolalar. Men avvalgi sezondagi sochlar ham bor ekan. Ochkilarni ko'rishingiz mumkin bolalar. Old ochkilar bor bolalar. O'zi bu akkaunt esdan buyon o'ynab kelayotgan old akkaunt bolalar. Va eng asosiysi bolalar, mana shu plash bo'ladi bolalar. Old bolalar, menimcha ko'pchilik yoqadi bolalar. Masalan, meni o'zimga ham yoqadi. Xo'p, sumkaga kelsak bolalar, mana bu yerda chotki redki sumkamiz bor ekan bolalar. Tak bolalar, endigi navbat bolalar, emotsiyalarga kelsak bolalar, emotsiyadan fotogeniya emotsiya va 12-sezon, 17-sezon old bolalar emotsiyalari bor bolalar. Men ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yerda bolalar kam akkauntida bo'lgan emotsiyalar bor bolalar. Men kuladigan va jahli chiqadigan, jim deydigan emotsiyalar bor bolalar. Endigi navbatda esa bolalar prokatkalar bolalar, 11 ta prokatkamiz bor. Eng asosiysi bolalar letligimiz 4 bo'ladi va qolgan narsa birinchilik bolalar. AVM, Yumpi, Tova, Thompson, Bizon, Uzi, hamma narsalar bor bolalar. Va mana shu bolalar bizning $20 ga akkauntimiz bo'ldi bolalar, ya'ni 250 ming so'mlik akkaunt bolalar. Menimcha puliga polni arziydi bolalar. Agarda kimdir olmoqchi bo'lsa, bemalol Telegramga o'tib lichkamga yozishingiz mumkin. Xo'p, keyingi navbatda esa bolalar $80 ga akkauntimizga. Va mana shu bolalar bizning $80 ga akkauntimiz bo'ladi bolalar. Xo'p, hozir buni obzorni polni ko'rib chiqamiz. Va mana bolalar, inventariga kirgan X-Suit, Mumio, hammaga yoqadigan kiyimlar bor bolalar. Va mana bu yerda legendarniy hamma mifiklar, hamma narsa bor bolalar xullas. Mana bu yerda 2-sezon kiyimi ham bor ekan. Shlemlarga kelsak bolalar, bizda bitta mifik shlemimiz bor ekan va qolgan legendarniy. Xo'p, bosh kiyimlarga kelsak bolalar, legendarniy mifik juda ko'p bolalar akkauntimizda. Endigi navbatda esa bolalar, ko'pchiligimiz yo'qadigan emotsiyalar bolalar. Xo'p, emotsiyalarni ko'rishingiz mumkin bolalar, yugurib keladigan fotogeniya va mifik emotsiyalar bolalar juda ko'p ekan. Endi esa bolalar, eng qiziq joyga keldik bolalar, prokatkalar bolalar. Xo'p, prokatkalardan bolalar 29 ta prokatkamiz bor bolalar. Va mana bolalar, M24'imiz 4-level ekan, Beryalimiz 4-level, AVM1, Victor, M24, xo'p, Uzimiz 4-level ekan bolalar. Pashtiban nima deydi? Prokatkalardan bir bolalar 60-70% 4-level. Va eng asosiysi bolalar, bizda M416 bor, ya'ni 5-level bolalar. Effektgacha kelgan. Va mana shu bolalar bizning $80 akkauntimiz edi bolalar. Va nima deysizlar bolalar, bu 3 ta akkaunt puliga arziydimi yoki arzimaydi bolalar? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Hammani birma-bir o'qiyman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa bolalar, mana shu videoga like bosinglar, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Sizlar bilan oz fursatda Atxamboy bo'ldi.